Mirzo Ulug'bek 1394-1449 yillarda yashab o'tgan. U Temuriylar davlatining hukmdori, davlat arbobi, buyuk astronom va matematik. Otasi Shohrux Mirzo davrida Movarounnahr hokimi va otasi vafot etgach, butun Temuriylar imperiyasi sultoni bo'ldi. U 1424-1429 yillarda Samarqandda Ulug'bek rasadxonasini qurdirdi. Mirzo Ulug'bek keyinchalik ko'plab olimlar tomonidan 15-asrning eng buyuk astronomi sifatida tan olingan. Samarqandda va Buxoroda Ulug'bek madrasasini qurdirib, ushbu shaharlarni O'rta Osiyoning madaniy ilm markazlariga aylantirdi. Ulug'bek ilm-fan olamida buyuk astronom sifatida mashhur. Bu borada u amalga oshirgan eng buyuk ish Ziji Jadidi Kuragoni deb nomlangan astronomik jadval sanaladi. Ulug'bek tibbiyot va musiqaga ham qiziqqan, she'rlar ham yozgan. Alisher Navoiyning Majolisun Nafois asarida uning she'rlaridan namunalar keltirilgan. Buyuk olimdan bizga 4 ta asar meros qolgan. Ziji Jadidi Kuragoni astronomiyaga oid, bir daraja sinusini aniqlash haqida risola, matematikaga oid Risola-i Ulug'bek yulduzlarga bag'ishlangan va tarixiy Arba ulus, 4 ulus tarixga oid bo'lgan asar.